Alveolalar o'pkada gaz almashinuvi joyi bo'lib, ular bronxiolalarning eng oxirida joylashgan. Ular shunday tuzilishga ega. Biz uni ko'pincha gulkaram shakliga ega deb ta'riflaymiz, lekin asosan ular bronxiolalar oxiridagi mayda havo qoplaridir. Agar biz uni bu yerda diagramma shaklida ko'rsak, nima bo'layotganini ko'rishimiz mumkin. Avvalo, kislorod va karbonat angidrid nafas olish orqali doimiy ravishda yetkazib beriladi va chiqariladi. Keling, bu yerdagi qavatga biroz yaqinroq qaraylik. E'tibor bering, u faqat bitta hujayra qalinligida. Kislorod alveolani qoplaydigan hujayra membranasi bo'ylab tarqalishi mumkin. U yerdan u albatta o'sha hujayraning tashqarisiga tarqalishi mumkin. Xuddi shu narsa qon kapillyarining qavatiga ham tegishli. Oxir-oqibat u qizil qon tanachalariga tarqalib, u yerda gemoglobin bilan bog'lanib, oksigemoglobin hosil qilishi mumkin. Xuddi shunday, karbonat angidrid ham bu hujayra membranalari bo'ylab tarqalib, alveolyar xaltachaga yetib, keyin tanadan chiqishi mumkin. Endi yuqorida aytib o'tganimizdek, kislorod nafas olish orqali doimiy ravishda ta'minlanadi, ammo u qon oqimi tufayli bu sohadan ham olib tashlanadi. Bu shuni anglatadiki, biz doimo konsentratsiya gradientini saqlab turamiz. Bu esa gazning almashinuviga ruxsat beradi. Gaz almashinuvi yuzasining siz bilishingiz kerak bo'lgan muhim xususiyatlari mavjud. Avvalo, uning katta sirt maydoni bor. Bu alveolalarning o'ziga xos shaklidir va o'pkaning ichida juda ko'p mavjudligi bilan ta'minlanadi. U juda yupqa. Bu qisqa diffuziya yo'lini ta'minlaydi. E'tibor bering, qavat faqat bir hujayra qalinligidadir. U shuningdek nam qavatga ega. Har bir alveolar xaltaning ichki qismi nam bo'lib, bu gazlarning erishiga imkon beradi va keyin ularning qavat bo'ylab tarqalishini ta'minlaydi. U juda yaxshi qon ta'minotiga ega. Har bir alveolaning atrofida juda ko'p qon kapillyarlari mavjud. Agar biz mikroskop ostida o'pka to'qimasining qanday ko'rinishiga ozgina nazar tashlasak, biz bu turdagi zigzag, kesishgan kichik oqimlar to'rini ko'rishimiz mumkin. Bu kapillyar tarmoq. Va biz bu yerdagi qizil dog'larda aytishimiz mumkinki, bu qizil qon tanachalaridir. Nihoyat, juda yaxshi shamollatish mavjud va bu asosan nafas olish orqali ta'minlanadigan juda yaxshi havo ta'minoti borligini anglatadi. Bu borada ozgina yordam sifatida sizdan gaz almashinuvini samarali qiladigan o'pkaning xususiyatlarini tasvirlab berishingizni so'rashlari mumkin. Xo'sh, almashinuv yuzasi katta sirt maydoniga ega va bu ko'p sonli alveolalar bilan ta'minlanadi va sirt faqat bitta hujayra qalinligida ekanligini unutmang. Bu juda qisqa diffuziya yo'lini ta'minlaydi va u juda zich kapillyar tarmoq orqali qon bilan ta'minlanadi. Shunday qilib, siz osongina o'sha 3 ta ballni olasiz.